Lexus LX 570 qidirayotgan aka ukalarimizga bitta zo'ri chiqdi. Buni narxini 75 ming qilib beramiz dedilar. Akalar yana telefonda alyoda mashinani tepasiga kelsanglar, narxini kelishib olar ekansizlar. Yaqin qidirib yurgan aka ukalarga jo'natib qo'yinglar, xursand bo'lishadi. Joninglar sog' bo'lsin. 2016-yil probega 123 ming kraska top toza qirilgan, chizilgan, ko'ngilni xira qiladigan joylari yo'q. Holati tiniq, lekin rosa katta ekanda, gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, LX 570 Super Sport Lexus 4 yumshoq. Balonlari sal endi yangi taqorasizlar, zinalar zo'r, kurgo'y tonirovkalar bor. Salon holatlari yaxshi, radnoyam zalotoyim yaqinim, lekin bu ham 7 o'rindiqli, holati tiniq ekan, cruise control, tepalar elegantari. Salonlarda qirilgan, chizilgan, ko'ngilni xira qiladigan joylari yo'q, lekin juda katta bahaybat ekanda. Yaxshi akalarim. Hop, 2016-yil Lexus LX 570 buni narxini 75 ming qilib beramiz, bosinglar.